Instagramdan reelsdan chiqayaptimi? Men YouTubedan shuncha pul ishladim da do'stlar. Sizlar to'ppa-to'g'ri. Ya'ni endi men o'sha videoni sizlarga taqqoslamoqchi emasman, lekin YouTube'da hozirgi paytda kelajak bor va pul ham o'ziga yarasha katta. Do'stlar, nima qilasizlar? Prosta kanal ochasizlar, prosta ozgina montaj qilishni bilasizlar va kuniga uzog'i 1 soat o'ldim desa, atliga 1 soat vaqt sarflab kontentni, misol men telefonda montaj to'g'ri, atliga telefonda yana kompyuterda qilsangiz tezroq va natija ko'proq bo'ladi. Ammo hozir ko'pchilikda kompyuter yo'q, kompyuter olish uchun kredit qilish kerak. Kredit yomon narsa, shuning uchun atliga shu oddiy telefon orqali ham sizlar YouTube kanalini yuritib, monetizatsiyaga ulab va yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu do'stlar, men Forzmeyev Fayzullayev bo'laman. Bu videoda sizlarni Location botimizda YouTube kanal optimallashtirish degan bo'limini ko'rib chiqamiz va sizlarga YouTube kanal ochib berish uchun adminlar ham tayyor. Video boshlashdan oldin mana shu YouTube kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki buni yo'qotib qo'ymanglar. Chunki bu YouTube haqida agar mana shu video prosmotr yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men ham aynan sizlar uchun prosmotrlar ko'p bo'layotgani uchun men ham shu videolarni ko'paytiraman. Prosta obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Telegramga kiramiz, Location bot deb qidiramiz. Mana pastda videoni pastda ham bo'ladi. Xo'p. Kirgandan keyin start bosamiz. 3 ta majburiy kanal chiqadi. Men obuna bo'lganman va adminlar lishkasidan to'g'ri bo'lyaptilar. Bo'limini bosamiz. Va mana pastda qo'shimcha xizmatlar degan bo'lim turibdi. Xo'p, buni bosamiz va bu yerda polni xizmatlar turibdi. Bu Instagram boshqa xizmatlar keyingi videoda bo'ladi. Instagram blokdan ochish videosi ham turibdi. Yo, matnda qoldiraman. Qo'limdan kelsa agar. YouTube akkauntni optimallashtirish, ya'ni bu YouTube kanalini misol sozlash, to'g'irlash yoki noldan ochib berish va maslahatlar berish. YouTube javalardan qutulish, ya'ni video qo'ygansiz, avtorskiy tomondan, video tomondan javalar kelgan, даже akkauntingiz yopilib qolgan va shu xizmatlarga adminlar javob beradi. Xo'p, birinchi bizlar YouTube javalardan qutulish bu narsa men ko'rsatmayman va ertaga yoki bir komment yozinglar, aka men shu xizmatni ham ko'rsating desangiz, biz o'shani ham tashlashtirib beramiz. No, birinchi hozir YouTube akkaunt optimallashtirish bo'limini sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni mana ustiga bosamiz va bu yerda mana hammasi yozilgan. Birma-ketin o'qib chiqamiz. YouTube akkauntingizni professional optimallashtirish va kelmayapti, tilim chiqmayapti. YouTube kanali YouTube diyoryapman. YouTube kanalini endi ochdingizmi yoki uni professional darajada rivojlantirmoqchisiz? Unda xizmat aynan shu xizmat siz uchun. Xo'p, xizmatdan foydalanish uchun quyidagi adminga murojaat qiling degan joy bosamiz. Admin listga chiqadi. Admin listga. Adminlar listgasida men video olyapman hozir. Xo'p, bunda hozir kitobi yozilgan, ammo men sizlarga hozir qishloqchasiga tushuntirib beraman. Ya'ni YouTube kanal ochish xizmati, YouTube kanal qanday yurgizasiz? Mana qanday yurgizasiz? Men nima qilaman, qanday yurgizasiz degan fikrlar bo'ladi. Imенно o'sha fikrlar uchun maslahat tekin bo'ladi, muammosi yo'q, maslahat tekin bo'ladi, lekin xizmatlar pulli bo'ladi. Ya'ni sizlarga YouTube kanal ochib berishadi, YouTube kanalingizni sozlab berishadi, mana sizga agar yetgan bo'lsa, ulab ham berishadi. Va undan tashqari YouTuber gruppasi bor, ularga ham silkasi tashab berishadi. Ular shaxsiy gruppa, shuning uchun sizlar ham kirsangiz 700-800 ta YouTuberlar va har xil yo'nalishlar haqida ular doim masala qilib gaplashib o'tirishadi. No, hammasi sekin-sekin darajaga chiqayotgan odamlar. Xullas do'stlar, video mana shu yerda tugadi. Agar shu xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu pastda Location bot turibdi va o'sha videoda ko'rsatilgan joylardan birma-ketin o'tib, adminlarga murojaat qiling. No, narxlar qimmat emas, unaqa 400 ming, 500 ming emas. Nari borsa 100 ming so'mga bitsa kerak. Bir kelishilgan narxlarda bo'ladi. Albatta, obuna bo'lish esdan chiqmasin.